Assalomu alaykum. Bugun mana 23-mart sanasi 2026-yil. Avastik kunajlarimiz. Daniel. Bugün o zagonga olib chiqilmadi. Yomg'ir yoqqanligi sababli ichkarida turibdi. Buqamiz. Yaxshi xudo xohlasa. Kurash chiqqan yo'q hali buni. Ancha bor xudo xohlasa. Daniel bacılarımız. Zaten sayesinde bir yaşlı video yok. Koyup koyama istedik ki. Juda yirik olsa aslında. Peygamber ancha past bo'lganligi uchun shunday ko'rinishi mumkin. Juda bannovcha mollar. Eng oldi boğazımız bu. Şu Jamol fermerdan kelingan, bular Ulug'bek fermasidan kelingan. Eng oldi boğaz bu. Xudo xolasa 30-mart kuniga bir haftalik qoldi, 9 oyga to'ladi. Bu bilan bir haftalik farqi bor buni. Bunisi bilan bir haftalik farqi bor buni. Bular lekin hali bor. 6-7 oylik atrofida bular. Hozir arqalardan ham o'tib olib beraman. Mesela Öncelikle uçak burası oldu pes. Şöyle için bularımız yılın başlayan. Öncelikle en oldu boğazımız yılında zor sola yaptı. Koklası zor. Qorovularam juda chiroyli. Bularda 1.40 atrofida bo'ylari. Ikkalasiki. Bular shu 35lar atrofida, o Daniyalar juda nocha, 150, 55 chiqmasa 150 chiqar. Novaz 45lar atrofi. Xohlasa u plastiskini tug'ganda ham bir videoga olib qo'yib qo'yaman uni. Daniyalar. Erik mol bular.